Hey guys, welcome back to my channel. This is a footage of Abdulkadir Kushnov arriving in Uzbekistan for international duties. That'll be all for now guys. Don't forget to like, comment and turn on notification for more updates. Bye. Abduqodir Husanov senga hadya futbolning dadasidan. Что за все, что ты делаешь в футболе, иншаллах, чтобы было таких ребят в Узбекистане побольше и воспитали страну. Поздравляю. Tabriklaymiz. O'zingiz ochib beringmi? Yo, siz o'zingiz ochib bering keyin. Ana bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? En full night paketi. Wow. Gelenwagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir his tuyg'ularini gapirib yubordi nimadirda. Rahmat sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz o'qib. Ko'zlarini qaranglar, kirib Ha, gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Molik, antiradar hammasi. biza qilib beramiz. Kelishdingmi? Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohimga kelishding. Xohlasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir degan inson mana bo'ladi. O'zbek futboli legendasi Hikmat aka. Poyez aslida bu bo'lgan boshida. Gap yo'q, Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oh, Abduqodir. Baby, yeah, I only want you.